Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, tinchmisizlar, omonmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Birodarlar, Xorazm viloyati Hazorasp tumani Aloqali ko'l mahallasi, adashmasam ber. Shu Aloqali ko'l mahallasida musorni poligon bor. Kim biladi, kim bilmaydi. Shu odinag'ina setka qilib tortib qo'yibdilar. Lekin qanchalik musor giradi berar, qanchalik girmaydi, buni hech kim bilmaydi. Hozirgi vaqtda hammaga musoringizni puli uchun svetiz qirqamiz, boshqa qilamiz degan bir do'q-po'psalar bor. Qilinma xizmatlar uchun musor uchun pul olinib turibdi. Yine o'shatib 20 metr qalinlikda balandligini 2 metr qilib, ustini prosto yine ko'rinib ham turibdi. Ustini prosto chaygamla ozgina ko'mib yo'l bo'yi musor tashalib turibdi. Bu birinchi qilinib turgan ish, ekologiyani buzib, nima deydi, keyinchalik ham bu yerda bir yaqin bir 100 yillikda hech narsa bo'lmaydigan qilib yerimizni ifloslantirib turibdilar. Yana bir yomon tarafi shu musorlarni ko'rib turibsizlar, balandligi 2 metr buni. Elligi 20 metr qilib tashab ko'milgan, kavlanib ko'rildi. Polni har xil musor bor bu yerda. Endi bular nechun bu yerga tashalgan desangizlar, bu poligon to'lg'anina уже 3-4 yil bo'lgan bunidan, adashmasam, meni xudo biladi. Hozirgi vaqtda уже to'lg'an, lekin buni nega deb yo'qotadilar? To'lg'an vaqtida shu yo'li bo'ylarini yana bir joylarga tashab turadilardan ichondagi musorlarga o't qo'yib beradi ekanlar, adashmasam. Ish qilib yanadi, o't qo'yib beramilar, ne gap bo'ladi bilmayman, lekin yanib yo'qoladi ekan. Yana bu yon taraflar vobshe dog' bo'lib yotibdi. Bir balandligi bir 3 metrgacha kerak buni, adashmasam. Yine kavlanib ko'rildi hamma joyda haqiqatdan musor. Yine bu tutuna qaranglar. Bu bulut emas o'rtoqlar. Bu tutun bu o'rtoqlar. Göz ochib ketgan emas. Ana mashinga atir, uzoqlikka bir 200 metr, lekin ko'rinishini qaranglar. Endi bu yerda savol tug'iladi-dan. Bunchalik tutun, bunchalik iflosgarchilik, bunchalik bir yerlarni ifloslantirish, havoni buzish kimning arkasidan bo'lib turibdi, nechun bo'lib turibdi? Prezidentimizning shunchalik qilib turgan ishlari, shunchalik qilib turgan tashabbuslari, ekologiyamizning asrashlik bo'yicha qilinib turgan chora-tadbirlar nera borib turibdi? Bularning arkasida kim turibdi va nima uchun shu vaqtgacha mutasaddi xodimlar tomonidan chora ko'rilmay turibdi? Shu savollarga javob berishlarini so'rab qolamiz mutasaddilardan va bunga tez orada chora ko'rishlarini so'raymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, barchalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa shu yerda bo'lib turgan voqealarning hammasini sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz.